Mana bizning qo'limizda oddiy suv. Ay suv bilan hozir energiyani to'laqonli tushuntirib beraman. Oddiy suv bu bizning ijobiy fikrlarimiz. Bu bizning ijobiy energiyamiz hisoblanadi. Mana hozir men stakanga oddiy suvni soldim. Endi bizda bu qo'limda negativ energiyalar, ya'ni qora rangda. Toza musaffo suvimiz esa ijobiy bo'lganligi uchun oppoq tiniq rangda. Biz ijobiy energiyani salbiy energiyaga aralashtirgan vaqtimizda bizda qanaqa holatlar yuzaga kelishini hozir ko'ramiz. Bu bizning salbiy fikrlarimiz. Bular bo'lishi mumkin. Men uddalay olmayman degan fikr bo'lishi mumkin yoki haqoratli so'zlar, so'kinishlar bo'lishi mumkin. Kerak emas bo'lgan fikrlar bo'lishi mumkin. Bu bizning tanamizni qanchalik zararlayotganligini hozir suv mobaynida ko'rishimiz mumkin. Endi bu qop-qora rangda bo'ldi. Bu suvni musaffo holatga keltirishimiz uchun bu suvga yana toza suvdan anchagina qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu suvdan qo'shgan vaqtimiz juda ham ko'p harakatlar orqali biz salbiy fikrlarni ijobiyga almashtirishimizga to'g'ri keladi.